Yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mening ismim Farhod. Iqtisod qanunga yangilangan qizg'in qarshilma. Mablag' silish xatarlik, mablag' sog'inchoqda ehtiyojchan bo'ling. Ham o'zingizniki xos fikrda mablag' silishni o'rganing. Bugungi temada so'zlaydiganimiz bo'lsa, yana oldingi sonniki keyni sun'iy idrok degan nima? Oldingi sonda biz sun'iy idrokni yenik tushungan. Bu sonda bo'lsa biz cho'nqur tushunamiz. Lekin başlashdan burun qarindoshlar, masalaga bir narsani eslatay. Bu sonda bizning so'zlaydiganimiz iqtisodga unchlarmi munosabatli bo'lmasligi mumkin. Lekin men uchun munosabatli, chunki kelgusidagi taraqqiyotda, kelgusidagi bajetlarning taraqqiyoti. Lekin bu qismda sonda so'zlaydiganlarim balkim bu dunyoga bo'lgan tushunchangiz yoki bu hayotga bo'lgan tushunchangizni o'zgartirib qilishi mumkin. Shuning bilan tavsiya qilganim, agar siz ko'rganingiz bo'lsa, o'zingizniki tushunchalaringizni o'zgartganingiz yo'q bo'lsa, ko'rmasangizni bo'ldim. Bu iqtisod bilimlariga unchalik ta'sir qilmaydi. Hozir shuni qaror qiling, andan keyin men boshlayman. Sun'iy idrok bizga qanday masalalarni olib keldi? Ham biz qanday qilishimiz kerak degandek temada qaralib baqlaylik. Qanday masalalar degan chog'da men oldingi sonning oxirida shu ishsizlikdan ozroq so'zlab bergan. Lekin yana biz nurg'unlagan ishlarni, xizmatlarni yarata olamiz, ulardan jiq ansirab ketmasak bo'ldi degan. Ondan masalan sun'iy idrokni ma'lum bir shirkat shunday kontrol qilib olsa, hozirgi shu sun'iy idrokdagi raqobat shunday kuchli, har bir shirkatlarda, masalan Google deydi, Amazon, Facebook, Apple, Mushlaniki hammasi shunday kuchli. Hatto Xitoyning nurg'un shirkatlari kirimiz deb oldiga ilgilayotdi. Hamda nima uchun degan chog'da bu shirkatlarning har qanday birisi qadamni bir ishtik olsa, mush sun'iy idrokning ichiga shunday ishtik kirib olsa, keyingi qadami texnik ishtik bo'lib ketadi. Bag'asi keyin qolganlarning hammasini tashlabdan mengayverdi. Shuninga birinchi qadam shunchalik muhim. Shunchalik o'zini yaxshi kontrol qilib, to'g'ri tanlab, qarorni yaxshi chiqarib, yaxshi kirib olsa. Lekin bu yerda bir masala bor. Agar bu shirkatlar kuchli bo'lib ketsa, kelgusida shu sun'iy idrokdan balkim hukumatlarning boshqara oladigan holatga yetib qoldi. Ras. Masalan, hozir Alma şirketiniki market cap deymiz, bütün boyligi 2 trilyondan oshib ketdi. Bu nurg'ulg'an davlatlarning boyligidan qimmat. Masalan, Janubiy Amerikadagi nurg'un davlatlarning davlat boyligidan qimmat. Ba'zan shu Yevropadagi davlatlarning boyligidan qimmat. Shu bir shirkatlar. Masalan, yaqinda bizning Avstraliyada bunday ish yuz berdi. Avstraliya hukumati bilan shu Facebook ham Google shirkatlari bilan bo'lgan bir kichik xabarlar to'g'risidagi bir ziddiyat bo'ldi. Avstraliya hukumati bizga pul to'laysizlar, bizniki xabarlarimizni ishlatsanlar degan chog'da bu ikki shirkat Facebook bilan Google bu Avstraliya hukumatiga yuzma bermay, biz unda bo'lsa Avstraliyaniki nemisini chiqitimiz. Avstraliyada ham Facebook ham Google bularni ishlatamaysizlar deblan shunday tahdid berdi. Avstraliya hukumati ishtim qilamdi beshida. Lekin bu Amerika davlatlari bilan munosabati yaxshi bo'lg'achqa kendi yana yaxshi bartaraf qildi. Keyin mushta ishlar yuz berib qolamdi degan mush savollar hatto hukumatlardan bor. Hozirgacha bularni tega bartaraf qilmadi, lekin taraqqiyot shunchalik ishtik bo'lib ketdi. Hatto demokratiya degan bu sistemmi dunyoniki keyinda qolyapti. Yuval Harari'nin bir kitabı var. Aşağıda o'qib baksanız, nurg'unlagan shu sun'iy idrok to'g'riliq 21-asrda yuz bergan ishlar to'g'riliq nurg'un narsalarni so'zlagan. Hamda bu bir shirkat kontrollikni olib qolsa dunyoniki bizga qanday oqibatlarni olib keldi. Masalan, hukumatlar hozir bizga qonunlar va paravanlar va bizlar uchun o'ylashidi. Masalan, bojlarni nurg'unlagan boylardan bojlarni chiq avilib kambag'allarga berdi. Shunday sug'urta paravanlari shunday yaxshi. Har taraflardan bizniki shu mahallalarimizni taraqqiy qildirish bo'lsin, shaharlarimizni taraqqiy qildirishlar bo'lsin, har tarafdan biz uchun o'ylab, shu insonlarning xushallig'i, baxtli yashashi uchun nurg'un ishlarni qilib beradi. Lekin bir shirkat
kontrolini olib qolsa, u faqatlam o'ylaydigini o'ziniki manfaati, o'zining shirkatiniki, o'ziniki mahsulotlarining manfaati. Hargizmi menimcha insonlar uchun o'ylamaydi. Endi vaqt kelganda buning uchun qanday qilish kerak, qanday qonunlarni yurgizish kerak. Qonunlarni yurgizsimi, uni yana kontrol qilib bo'lamdi degandek masalalar bor. Shuningga menmu bultunyoqi ba'zan yozmalarni yozgan nima hamida muhim bundan keyingi dunyoniki qurilmasida degan chog'da inovat shundan muhim. Shuningga hozir nurg'un shirkatlar inovatiga shunday ko'ngil bo'ldi. O'zi ba'zan yerlarda nurg'un pullarni ziyon tortib kessimi, masalan yaqinda shu H&M Nike degan shirkatlar Jungoniki paxtasini ishlatib bizning Uyg'urlarniki zo'rlangan emgakdan ishlangan paxtalarni ishlatgan bir masala chiqdi. Shuningdan bu ziyon tortsimi o'zini qochirib inovatini saqladi. Inovati shunchalik muhim. Bu shirkatlarga muhim, davlatlarga muhim. Shuningga hozir Xitoyniki shu inovati shunda tushkunlik, turaqsiz, hatto paychak bozorlarimi bundan keyin asosan so'zlab beraman. Shunchalik turaqsiz. Shuningga har qanday shirkatlar va davlatlar hozir shu demokratik davlatlarmi to'lisi nimga kuch chiqaryapti. Shu insonshunosliklarga, insonparvarliklarga, hatto mushta qiynalib qolgan millatlarni o'ziga qabul qilyapti. Birga yashaylik degan mushta ideologiyani kirgizyapti, bildiryapti. Amalda shu millatchilikni yo'qotib bordi. Millatchilik bo'lgan yerda bundan dunyoda urush bo'ldi deb da'vo qildi. Ham shundaqmi bo'ldi? Nurg'oyalarda diqqat qilmasa, hozirgi davlatlar Xitoydagi masalan Arab davlatlari degandek, shuningga hozir hammadan muhimi nima degan chog'da muhabbat. Qaysi shirkat, qaysi davlatlarning muhabbati kuchli, shu inovati kuchli, mushlar bak muhim. Elon Musk shu Mayun bilan bir qitim suhbatda shu muhabbatni ta'kidlagan nihoyatda muhim. AI means love. Undan bo'lsa ondan yana qanday masalalarga yo'l qo'yamiz, qarab boqaylik. Agar men dedim, sun'iy idrok shunchalik ishtik taraqqiy qildi. Agar taraqqiy qilib, bular odamdanmi eshib ketalamdi, insonlardanmi eshib ketalamdi. Undan bo'lsa biz shu Elon Musk bilan Mayunniki o'rtasida bo'lgan munozaralarni anglab boqaylik. How can we making sure that the machines are always the toys and tools of humans rather than the control? So I never in my life, and especially last 2 years when people talk about AI, say human being will be controlled by machines, I never think about that. I think it's impossible, right? It's impossible because human beings, they are different. Machines are invented by human beings. And according to the science, right, humans can never create another animal that is smarter than humans. Especially when you have so many smart people, it's impossible to make another smart people. I very much disagree with that. Okay. Yeah. That's good. Yeah. The first thing we should assume is that we are very dumb, and we can definitely make things smarter than ourselves. I mean, they didn't used to be humans, right? So our early civilization was very primitive. We didn't have any technology really. We're just like running around, trying to not get eaten or just trying to survive a winter. Now we have like heating and we grow food. This is all new stuff. So, things have obviously gotten way more smarter than the past, way smarter. So that's going to continue. We're not the last step in evolution. So the most important thing, like I said, the most important mistake I see smart people making is assuming that they're smart. Mana Mayun sordiki Elon Musk'dan menimcha odamlar bu dunyoda shunchalik ilg'or mavjudlik Hergizmi bu sun'iy idroklar bo'lsin yoki mashina odamlar bo'lsin, hergiz insonlardan eshib ketamaydi. İnsanlar degan shunchalik qobiliyatli. Lekin Elon Musk bunun qo'shilmadi. Nimadan qo'shilmaydi? Elon Musk deydi, sun'iy idrokniki nazariy
Şu insanlardan yukarı o bitidu. Şunçlik ilgar, şunçlik kabiliyetlik o bitidu dedi. Qandaq bunda bulaydı. Mesela Yuval Harari'nin kitabında bunda dedi. Adamlarninki bedenlerini tadqiq qilib, shu mengsini qattiq detal deb o'ylab, qattiq detalda shunchalik nurg'un simlar, necha milliardlik simlar, bu nimalar, tomirlar bedenlarga ulashgan har bir yerlarga. Andan keyin har bir odam, har bir harakat, har bir gap qilgan chog'da, har bir inkas qilgan chog'da shu har bir tomir harakat qildi. Har bir tomir signal berdi. Bu tomirni bular sim, andan keyin mengni qattiq detal deb hisoblab, agar sun'iy idrokni o'zi taraqqiy qilib, shundoq bir holatga yetgan chog'da balkim bularda ongmu paydo bo'lishi mumkin deb qaraydi. Shunda siz anladingiz, ularda ong paydo bo'lishi mumkin dedi. Ong paydo bo'lsa, u chog'da ularningki qarori qandoq bo'ldi? U chog'da bular bu dunyoni, bu olamni taraqqiy qildirman, bularni qutqizman deb qaror qilindi yoki insonlarni qutqizman deb qaror qilindi. Agar dunyoni qutqizman deb qaror qilgan bo'lsa, balkim insonlarga ziyon zahmat yetami yetmadi. Agar insonlarni qutqizman deb qaror qilgan bo'lsa, u chog'da bu olamga, bu dunyoga ziyon zahmat yetami yetmadi. Bularni biz o'ylaydigan savollar. Biz tabi o'qimaymiz qanday bo'lganini. Endi biz subyektiv o'ylab boqaylik. Ong paydo bo'lsa, u chog'da ong boshqa paydo bo'lamdi, modda boshqa paydo bo'lamdi. Bu mehlam cho'nqirib ketdi. Men o'ylaymanki, men yanla mayun tarafda turman. Lekin mayunga o'ylaydigan yerim yana az o'xshamaydi. Men uchun insonlar yanla bu dunyodagi Alloh yaratgan eng ulug' mavjudlik. Bizda nima bor? Bizda hissiyot bor. Biz tafakkur qila olamiz. Biz tush ko'ramiz. Biz orzu qilamiz. Bizniki o'sha hissiyotimizga kelgan ehtiyojimiz bor. Bir narsaga talpinamiz. Nimishqa deb so'raymiz. Bizniki havaslarimiz bor. Bizniki nafsimiz bor. Mush narsalar hammasi kelib nimish qildi? Bizni taraqqiy qildirdi. Bizni izdan yuzdi. Bo'libmi shu tafakkur bek muhim. Menimcha agar hissiyot bo'lmasa, tafakkur bo'lmaydi. Tafakkur bo'lmasa, ijodiyat bo'lmaydi. Shuningga bu agar sun'iy idroklar kontrol qilib oldi deylik, butun insonlarni yo'q qilib deylik, u chog'da ularning nishoni nima? Nishoni bo'lmasa, qanday taraqqiy qildi? Nishoni bo'ldi desakmi, agar tafakkur bo'lmasa, qanday ijodiyat qildi? Ijodiyat bo'lmasa, qanday taraqqiy qildi degandek. Lekin biz yomon taraflariga o'ylash baqaylik. Bularni o'ylashyapti. Masalan, qanday Elon Musk'ningki shu Tesla bilan SpaceX'dan boshqa yana bir shirkat bor. U Neuralink. Bu shirkatda nimani tadqiq qildi deganchada, mana kichik mikro detal, buni odamning miyasiga kirgizib, kelgusida butun odamlarningki xotirasini saqlaydigan, andan keyin men ishlatadigan xotirlarni olib qo'yib, ishlatmaydiganlarimni yutma deydigan, ya bo'lsa boshqalar bilan ambaklaydigan. Masalan, men bir yerga sayohatga bordim. Andan keyin men tog'ning ustiga chiqib, shunday chiroyli bir manzarani ko'rdim. Men bu manzarani yana bir do'stimga shu kallam orqali ham telefon qilib, ham shu vaqtda men ambaklayman. Men ko'rganni mening do'stimni ko'ra oladi degandek. Shunday narsalarni tadqiq qildi. Bu narsalarga odamning ishongiz kelmaydi, lekin shu men degan Black Mirror degan kinoni ko'rib baqsangiz, shu xildagi ideyalar bor. Ko'rib baqsangiz bo'ldi. Agar mushu taraqqiy qilib qolsa, odamning hissiyotlarini, mushu xiyollarini, tafakkurlarini mustaq detallarga qochirsa, unda bo'lsa, bu narsalarni mashina odam qochilishi uchun, sun'iy idroklar qochilishi uchun. Bu chog'da yana davomli taraqqiy qilib bo'ladi. Bularni o'ylab chiqishimiz mumkin. Unda bo'lsa savol keldi. Unda bo'lsa mushu o'ylaganlarimizni rost bo'lib qolsa, biz hozir o'zimiz yashayotgan mushu dunyo rostmi yo'qmi? Buni biz nima deymiz? Assimilation deymiz. In fact, I mean, obviously there's a strong argument we're in a simulation right now.
It sort of reminds me of that joke of like, if life was a video game, what would be the review? And it's like, well, the graphics are incredible. The plot is confusing. The respawn takes a long time. That's a video game. That's life. If life was a video game, respawn takes 20 years to spawn a human being and have them be fully conscious. O'xshatish bo'lgan dunyo deb ko'ramiz. Aslida faraz qildi hamda. Masalan, biz burun bir kinoni ko'rgan, Heyka Digoda. Heyka Digoda shu bir do'rni yeydi. Ananiki o'ziniki hozirgi dunyosidan chiqib, kompyuterning ichidagi dunyoga kirdi. Ananiki burun yashayotgan dunyosining asli yolg'onligini o'ydirib chiqargan assimilyatsiyonligini bildi. Lekin bu kinoning eng keyindimi yanlar mush kompyuterda yashayotgan dunyosining yolg'onligini işte bir xil isbotlaydi. Shu domino effekt o'xshash ishchining ichida mushtaq bir xil parasini bildirgan. Mushtaq o'xshash nurg'un kinolar bor. Shu Black Mirrorning ichida yana bir qismda shu bir uyanning ichiga kirib, anaki u uyanning ichiga kirib chiqib chiqolmay keyinda qaysining rasuliyligini bilmaydigan mushtaq bir paraslarni bildirdi. Endi shunga o'xshash ideyalar biz kelayotgan masalalar shuncha qo'rqinchli nurg'un. Bunday masalalarni biz bir taraf qildik yetmadik insonlar, lekin tirishyotdi. Lekin agar buni bir taraf qila olsak, kontrol qila olsak, bu AI sun'iy idrokmi bizning hayotimizga shunchalik yaxshiliklarni olib keldi. Anaki yana bir masala nima degan chog'da Yuval Harari'ninki mush kitobida amaliyotda balkim bizning kelgusidagi sun'iy idrok davridagi dushmanimiz sun'iy idrok bo'lmay, balki insonlar o'zimiz bo'lishi mumkin deb qaraydi. Homo deus degan nima degan gap degan chog'da sehrlik odam degan gap, ya'ni Superman degan gap. Lekin bu Superman odatdagi Supermandek unday sehrlik bir narsani qila olmaydi, lekin qanday qila oladi degan chog'da o'ziniki shu iqtidorini yetildirib, mesela bir kino var, Limitless degan bir tav doğruya o'ziniki iqtidorini 97% mi aslida yetkazadi. Anandaki shu tafakkur qilish bo'lsin, xiyol qilish bo'lsin, o'ziniki shu kuchi bo'lsin, iqtidor yerlari hammasi shunchalik ilg'or bo'lib ketadi. Buningda Yuval Harari nima degan chog'da balki shu puldorlar, millioner, billionerlar pullarni ishlatib o'ziniki shu genlarini o'zgartirib ya bo'lmasa o'ziniki bo'lmoqchi bo'lgan bolalarni, tug'ilmoqchi bo'lgan bolalarniki men tanlab turib, men bundaq aqlli genli bola bo'lsa deyman, ya bo'lmasa bundaq tantarabiyaga yomon bo'lsa, ya bo'lmasa kuchli bo'lsa deb tanlab turib, o'zining bolalarini yarata oladi. Anaki bular yaramliq bo'lgan bu tug'ilgan bolalar balki odatdagi insonlardan texmo ilg'or mushtaq odam bo'lishi mumkin. Har qanday endi shunda aqlli, shuning bilan odatdagi insonlarni biroqlab tashlab o'tishi mumkin bir yerlarga. Hatto ular pul xarjlab shu sun'iy idrokniki qobiliyatlarini o'ziga akra olishi mumkin. Amsa bizga shu odatdagi insonlardan farqi shunchalik yuqori bo'lib ketsa, bizga qanday masalalarni olib keldi? Masalan, boylar bilan kambag'allarniki farqi yo'g'onlab ketgan vaqtida, keyin shu kapitalizm boshlagan vaqtlarda qanday ishlar yuz bergan, qulluq shunchalik eg'ib ketgan butun dunyoga. Bo'lib shu ishlab chiqarish inqilobiy boshlagan vaqtlarda ishlab chiqarishga kuch yetmay, emgak yetmay, shu qartalliklarni bo'lsin, har millatlardan shu emgak kuchini izlab qulluq bo'lgan. Lekin u chog'larda u odamlarning, kambag'al odamlarning qul qilib ishlatgili bo'ldi. Ularning mavjudligi yana lozim. Lekin kelgusida emgak kuchi balki mashina odamlardan nurg'un yaxshi qila oladi. U chog'da bu kambag'allarningki emgak kuchi, masalan, shu qulluqqa yaramaydigan holatga yetib qilishi mumkin edi. U chog'da agar bu homo deus yoki bundoq ilg'or odamlarningki ko'ngliga biror g'ash kelib qolsa, biz nimda bu bundaq axlat odamlarni boqimiz bekaga, bular uxlab yotadi, ish qilmaydi deb mushta xiyollar kelib qolsa,
Belki biz insanlara bir çoğun bir afet buluşu mümkün. Muşunda xiyallar var. Şunağa Elon Musk mening deydi, kelgüsüde Nopos'niki işip ketişinden ensirmanlar, belki Nopos'un şunçlik düşüp ketişinden ensirsanlar buldu deydi. I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Collapse. I agree. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse. Not explosion, collapse. Sizler qo'rqinchli narsalar bor. Yana bizning kallamiz kelmagan nurg'un narsalar bor bo'lishi mumkin. Agar sizlarning ko'nglingizni g'ash qilib qo'ygan bo'lsam, o'sha yerda kechirim so'rayman. Lekin bizga hozir kelayotgan taraqqiyotlarmi shu, 100 kelayotgan narsalarmi shu. Bularning hammasini biz insonlar, bo'lib biz Uyg'urlar davlatimizni oldimizda o'tgan vaqtimizda o'ylashimiz kerak. Agar davlatimizni olib qolsak, Alloh xolsa qanday taraqqiy qildirishimiz kerak, shularning hammasini o'ylashimiz kerak. Hamsa bugun darsimiz bishakchi bo'lsin, kelakisanda texnik qo'shimcharoq narsalarni so'zlab beraman. Agar bu qismni shunchalik yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshqa qarindoshlarimizning bu bilimlarni bilib qolsin desangiz, tavsiya qilib qo'ying. Boshmaltoqni cho'qim desang, meniki bu qonunimning taraqqiyoti shunchalik yaxshi. Ham obuna bo'ling, qo'ng'iroqni bosishni unutib qolmang. Kelakisanda ko'rishaylik. Allohga emanet. They're not. Yeah. So give me example what the animals or things that a human being made that is smarter than human beings. Well, computers actually are already much smarter than people on so many dimensions. We just keep moving the goalposts. So we used to think, like, for example, being good at chess was an example of a smart human. And then Kasparov was crushed by Deep Blue in '97. That was a long time ago. 22 years. I mean, right now your cell phone could crush the world champion at chess, literally. Go used to be thought of as something that humans were better at than computers. Then Lee Sedol was beaten 4-1 by AlphaZero. Then a new version of AlphaZero, sorry, I should say AlphaGo. AlphaGo beat Lee Sedol 4-1. Then there's AlphaZero. AlphaZero crushed AlphaGo 100-0. Now it's just pointless because it just keeps playing itself. Humans are trying to play a computer Go is like trying to fight Zeus. It's not going to work. Hopeless. We're hopelessly inadequate.